Xo'p, hurmatli o'quvchilar, 7-variantga to'xtalamiz. Xo'sh. 7-variantimizda 33, 34, 35-savollarda ozgina kamchilik bor ekan. O'zingizlarga darsda tushuntirib berdim. Sonlarni ozgina o'zgartirishimiz kerak. Xo'sh, shu bilan 36-savolga o'tsak, 36-savolni o'qiymiz. Mushuksumallar oilasiga mansub bo'lgan hayvon turi irbisning genetik xususiyatlari tahlil qilingan. Hop, populyatsiyaning kamayib ketishi o'rganilyapti. Tekshirish natijasini ko'rsatadiki, irbisni juni va undagi dog'larning rangi muayyan genning, ya'ni ABCD allellari asosida ko'p allellik bo'lyapti. Bitta A ni, B ni, C ni degan 4 ta gen emas, bitta bir juft gen doirasida bo'lgan 4 ta gen o'rganilyapti. Xo'p, endi bular ichida A ni chastotasini beryapti. 02, 04, 01, 03 ga tengligini berib qo'yibdi mana. Populyatsiya deyilganligi uchun populyatsiyada mana 4 ta genni ham hisobini olib turib, 4 tasini yozib qo'yamiz va har birining chastotasini yozib oldim. Endi populyatsiyada 2000 ta individ bor ekan. B genni saqlovchi individlar soni deyapti. Demak, B genli individda mana B ni hamma qatorni olsam bo'ladi. Mana 0.08, 0.16, 0.4, 0.12 mana 4 qator olsam bo'ladi. Undan tashqari mana bu 4 qator ham olsam bo'laveradi. Endi D genini saqlovchi individlardan deyapti. D geni yana mana 0.06 dan boshlab 0.09 gacha. Bu tarafda mana 0.06 dan boshlab 0.09 gacha bo'lgan. Hammasini qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, bu nechiga teng bo'lar ekan desa mana B ni saqlovchilar 0.64, simni 0.51. Buni farqi nechiga teng? 0.13 ga teng bo'lyapti. Sonda so'raganligi uchun 0.13 ni 2000 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, bundan avlodning soni kelib chiqadi. 37-savolga o'tamiz. Xo'p, 37-savolda aytayaptiki, B'da o'simligida deyapti 4 ta hujayra bor. Mana A, B, C, D hujayraga bo'lib oldik. A hujayrada, ya'ni birinchi hujayrada 8 mol glyukozani 4 dan 1 to'la parchalandi. Mana 8 ni 4 dan 1 degani 8 4 ga bo'lsak 2 bo'ladi. Demak, 1 2 qismga to'g'ri keladi, qolgan 3 qismi 6 ga to'g'ri keladi. 6 mol ichali, 2 moli to'la parchalanyapti. Ikkinchi hujayrada esa 5 mol glyukoza bor. Buni hammasi qanaqa parchalangan desa, faqat chala parchalangan. Uchinchi hujayrada esa 55, mana shu joyda o'rtoqlar, o'zurasizlar 55 mol yozilib ketibdi. Asli 5 mol bo'lish kerak, shunda masala to'g'ri chiqadi. Hop, 5 mol glyukozani bir qismi chala, bir qismi to'la parchalangan. Bu haqida to'liq ma'lumot aytilmagan. Hop, keyin 4-hujayrada esa 4 mol glyukozani bir qismi chala, bir qismi to'la parchalangan, lekin undagi issiqlikni berib qo'yilgan. Ya'ni bundan hisoblaydigan bo'lsak, chala parchalangan x mol, bunisini y mol yig'indisi 4 ga teng, issiqligi chaladan 120, to'ladan 1280 teng 1640 ga bo'ladi. Bundan hisoblaydigan bo'lsak, x yimiz 3 ga 1 bo'ladi. Demak, chala parchalangan 3 mol, to'la parchalangani 1 molga teng bo'ladi. Endi oxirida so'rayapti, hamma hujayrada jami 224 mol aktiv hosil bo'ldi, deyapti. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, mana buni 76 plus 12 buni hisoblaymiz. Mana chaladan chiqqani 10 mol aktiv. Endi keyingi hujayradan chiqayotgani mana bu. Chalani 3 bilan 2 ga ko'paytirsam 6 bo'ladi. Mana undagisini hisoblasam 1 moldan 38 bo'ladi. Hammasini qo'shadigan bo'lsam, demak A, B, D hujayrada 142 ta aktiv hosil bo'lyapti. Umumiy aktiv 224 ta bergan. Shundan 142 ni ayirsak 82 aktiv kimga qoladi desa, 82 aktiv mana C hujayraga qoladi. Endi buni hisoblashda oson yo'li qanaqa desa, mana har qanday hujayra chalada to'la parchalangan glyukoza farqi yo'q. Ikkalasi ham glikoliz bosishdan o'tadi. Shuning uchun 5 ni 2 ga ko'paytirsam 10 mol bo'ladi. 82 dan 10 ni ayirib yuborsam, demak faqat nimaga qolyapti desa, o'zi chalada mitoxondriya bo'lmaydi. Faqat to'lada mitoxondriya bo'ladi. Shuning uchun u son faqat mitoxondriyaga tegishli bo'ladi. Shuning uchun 72 ni 36 ga bo'lsak, demak glyukozaning 2 moli qanaqa parchalangan desa, to'la. Shunda chalaga qancha qoladi desa, 5 dan ayirib yuborsak 3 mol qolyapti. Endi so'roq, 3-hujayra to'la parchalangan glyukozni hosil qilish uchun necha mol aktiv sarflangan? 3-hujayra to'la parchalangan 2 mol bo'ladi. Har bir moliga 18 dan ketganligi uchun 2 ga ko'paytirsak 36 molga teng bo'ladi. Xo'p, 38-savol. 38-savolda aytayaptiki, qarang. Umumiy og'irligi 120 kilogramm keladigan 20 ta oq va 30 ta kulrang quyonlar ma'lum vaqt davomida 204 kilogramm oziq iste'mol qildi. Umumiysi 120 kilogramm va aytib qo'ygan masala shartida oq bilan kulrang quyon dastlabki vazni teng bo'lgan. Demak, bularni bo'lib beradigan bo'lsam, 120 ni umumiy jam 30 va 50 quyonga bo'lib beradigan bo'lsam, ya'ni 50 ga bo'lib yuborsam, jam 2,4 kilogrammdan to'g'ri keladi. Har bitta quyon 2,4 kilogrammdan bo'lgan, faqat oq quyonlar 20 ta, kulranglar 30 ta bo'lgan. Ko'paytiradigan bo'lsam, oq quyonlarning umumiy massasi 48 kilogramm, kulrang quyonning umumiy massasi 72 kilogramm tashkil qilgan. Va masala sharti aytayaptiki, oq quyonlar o'z vaznidan 2 hissa ko'p iste'mol qilyapti. 2 ga ko'parsam 96 kilogramm oziq iste'mol qilgan. Bundan qanchasini o'zlashtiradi desa, faqat 10%, ya'ni 9,6 ni o'zlashtiradi xolos. Endi mana uni 30 ta bor ko'paytirsak, bu umumiy vazni 72 kilogramm, o'zidan 1,5 marta ko'payadi. 1,5 ga ko'paytirsam 108 kilogramm.
108 kilogramm 10% topadigan bo'lsam, demak, kulang qo'llar qancha qo'shilgansa 10,8 kilogrammga ortgan bo'ladi. Endi ortgan massasini hisoblaymiz. Mana 70 kilogrammga 10,8 qo'shamiz 82,8. Oq quyonlarga 48 ga qo'shyapman 9,6. Semirgan massasi qo'shsak 57,6. Ikkalasining o'rtasidagi farq nechaga teng ekansa 25,2 ga teng bo'ladi. Xo'p, 39-misolda o'qiymiz. Translyatsiya mahsuloti bo'lgan polipeptid zanjirining uzunligi 106 nanometrga teng ekan. Endi bizga polipeptid zanjirini beryapti, lekin aminokislota o'rtasidagi masofani, masalan, shartning eng oxirgi qismida 0,1325 nanometr deb belgilab qo'yibdi. 106 ni 1325 ga bo'lardim, 800 ta nima chiqyapti? Aminokislota. 800 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam, bu 2400 nimani beradi desa, RNKdagi nukleotid sonini beradi. Stopkadan hisobga olinsin deganligi uchun bu qismda men nima qilishim kerak desa, unga 3 ni qo'shib turib, mana 800 ga ko'paytirib 2400 ga 3 qo'shsam, 2403 endi RNKdagi stopkadan bilan birgalikdagi uzunligiga teng bo'lyapti. Va davomini o'qiydigan bo'lsak, bu informatsion RNKni 3 dan 1 qismi guanin nukleotidi tashkil qiladi. Demak, 2403 ga bo'lsam 801 bu guaninning sonini beradi. Va ma'lumot shartida yana aytyaptiki, bu informatsion RNK molekula DNKning ikkinchi zanjirida sintezlangan bo'lib, uning birinchi zanjirida T nukleotidlari 600 ta. Demak, mana bu birinchi zanjirda T 600 ta bo'lsa, mana ikkinchi zanjirga o'tganda adenin bo'ladi. Adeninning qarshisiga RNK da uratsil tushadi. Shuning uchun uratsil ham nechta bo'ladi desa 600 taga teng bo'ladi. Undan keyin uni birinchi zanjirda deyapti, timin nukleotidi 600 ta deyapti. Timini ham adenini 600 ta bo'lsa, endi mana A'lar 900 taga teng. Bu tarafga nima bo'lib o'tadi? Mana timinning qarshisiga adenin, bunisi 900 ta bo'lib o'tyapti. O'zim mana uni qo'shamiz. 900, 600, 800 bir-biriga qo'shib, mana bu 2403 dan ayirib oladigan bo'lsak, RNKdagi sitozinning soni kelib chiqadi. Mana 102 taga teng bo'ladi. Endi bizga so'ralayotgan narsa nima? Xo'p, DNK molekulasidagi vodorod bog'lari sonini toping deyapti. Demak, 2403 ni 2 ga ko'paytirsam, DNKdagi umumiy nukleotid soni 4806 ta. Va mana bu joydagini qo'shib olamiz endi mana. Xo'p, mana bu guaninning qarshisiga sitozin, mana bu guanin o'tadi. Bitta guanin ham 8 bitta bo'ladi. Mana sitozin 102 ni qarshisiga yana 102 ta guanin tushadi. Demak, umumiy nukleotidlar soniga guaninning sonini qo'shadigan bo'lsak, yana vodorod bog' kelib chiqadi. Demak, mana uni mana 102 bilan 801 bir qo'shsak 903 bo'ladi. Qo'shib olsak 5709 ta. Bu umumiy vodorod bog'i bo'ladi. Xo'p, 40-misolda aytyapti. Qora bo'lishi qizil bo'lishdan dominantlik qiladi deyapti. Mushsulmonlarda. Bu yerda qanaqa bo'ladi desa, dominantlik quyidagicha bo'lyapti. Ya'ni ko'p allellikka bo'ysunib qolyapti. A1 bo'lishi, A ni o'zi qora rang, kichkina A1 gani qizil rang, kichkina A2 esa sariq bo'lishini yuzaga chiqaradi. Ushbu bo'lgan dominantlik quyidagicha bo'lib, dominantdan A2 tomoni kamayib boryapti. Mo'ylovning uzun bo'lishi qisqa bo'lishi ustidan dominantlik qilib, hidni yaxshi sezmasligi esa dominant belgi hisoblanar ekan. To'liq dominantlik qilib, jinsiy X xromosomiga birikar ekan. Mana belgilab oldik. Bu yerda nima bor ekan desa, Krasingov belgilagan ekan. Krasingov masofasi qancha esa 20 morganga teng. Mana belgilab qo'ydik. Ma'lumot shartida aytyapti, ko'z rangi deyapti, qizil bo'lsin deyapti. Qizil bo'lishi uchun qora rangni beradigan katta A geni bo'lmasi kerak. Shunda mana kichkina A1 holatda bo'ladi. Kichkina A1 chiziqcha bilan belgilasak bo'ladi, chunki A1 bo'lsa ham bo'laveradi, A2 bo'lsa ham bo'laveradi. Mo'ylovlari deyapti qisqa bo'lsin dedi. Mo'ylovning qisqa bo'lishi kichkina B geni, mana kichkina B belgiladik. Hidiga yaxshi sezgir dedi. Sezmasi katta D edi, shunda sezgiri kichkina D bo'ladi. Erkak yo'lbars ekanligi uchun mana bu Y xromosomi ikkinchisi bo'lyapti. Endi davomi. Ko'z rangi qora bo'lsin dedi. Qora bo'lishi mana katta bo'lishi kerak. Ikkinchi geni ham emas. A1, A2 bo'lsa ham bo'laveradi. Uni farzanddan bilib olamiz. Mo'ylovlari uzun dedi. Mana katta B bo'lishi kerak. Va hidni yaxshi sezmaydigan dedi. Katta D bo'lishi kerak. Urg'ochi yo'lbars bilan chalishtirilganda. Endi bu yerdagi heterozigot va gomozigotni qaydan bilaman? Farzanddan bilaman. Avlodlar orasida ko'zning rangi sariq ham chiqqan. Sariq bo'lishi uchun kichkina A2 bo'lishi kerak. Demak, kichkina A2 mana bu birinchi erkakda ham, urg'ochida ham bo'lishi kerak. Mana belgilasak bo'laveradi endi. Mo'ylovlari qisqa chiqdi deyapti. Uning uchun kichkina B bo'lishi kerak. Demak, mana urg'ochi heterozigotaligini bilsak bo'laveradi. Va hidga yaxshi sezgir deganligi kichkina D ham chiqishi kerak. Demak, mana bu joyda urg'ochi tri heterozigotalik bo'lishi kerak. Faqat foizga e'tibor berasiz, 2,5% tashkil qilsin deyapti. Ya'ni nimasi? Mana bu mo'ylovi qisqa va hidga yaxshi sezgir deyapti. Qisqa bo'lishi uchun kichkina B bo'lishi kerak, kichkina D bo'lishi kerak. Kichkina B bilan kichkina D nimadan chiqishi kerak desa, oddiy qilib aytganda Krasingoverdan chiqishi kerak. Shundagina 2,5% berishi mumkin. Bu degani demak, mana bir dominant genni otasidan, bir dominant genni onasidan qilsam, birikkan gameta katta B, kichkina B katta D holatda bo'ladi. Crossing overlanganda kichkina B bilan kichkina D bir tarafga o'tganligi uchun foiz kamayib boradi. Ota-onani xuddi shu holatda topib olamiz va ulardan gametasini olamiz. Mana bu tomon erkak gametasi, bu tomon urg'ochisini gametasi.
Erkakda kromosom jarayoni bo'lmaydi, chunki allelgen bittasi X, bittasi Y xromosomi holatida bo'lib turibdi. Endi bunisini belgilaydigan bo'lsak, 4 ta gametamiz non-crossing over. Bu tarafdan 4 ta gametamiz crossing overlangan gameta hisoblanadi. Crossing over 20 bo'lganligi uchun 5 dan bo'lib berdim. Qolgan 80% mana 4 tasiga 20 dan teng bo'lib beryapmiz. Buni ichidan so'ralyapti. Avlodning necha foizi ko'z rangi qizil bo'ladi degani. Qizil bo'lish uchun kichkina A1 bo'lishi kerak. Mo'ylovlar uzun bo'lishi uchun katta B bo'lishi kerak. Hidiyat sezgir bo'lishi uchun kichkina D bo'lishi kerak. Faqat kichkina D'liklarni topib qo'yaman. Ichidan qidiradigan bo'lsam, mana bu nuqtada bor. Hop, shu bilan qayda yo'q, bu yerda emas ekan. Mana bu nuqtada bor ekanman. 1.25, 1.25. Bu nima? A2 ekan-ku bu. Bizga nima kerak edi? Qizil kerak edi. Kichkina A1 kerak ekan. Mana kichkina A1, kichkina A2, katta B, kichkina B, kichkina D, kichkina. Mana yerda turibdi mana 5%. Keyin mana bu nuqtada turibdi yana 5%. Bo'ldi. Demak, mana shuni hisoblaydigan bo'lsak, 5 ga 5 qo'shib qo'ysak necha ekan desa, 10 ga teng bo'ladi. Mana bu aytilgan haligi 2,5% ga ikkita yo'lbarsimizni isbot. Muammoli bo'lsa bemalol so'rashinglar mumkin.